Hurmatli kuzatuvchilar, bizning navbatdagi bemorimiz Hamzagul opamiz Samarqand shaharidan tashrif buyurgan. Bu kishiga kelgan paytdagi tashxisi ikkala tizza bo'g'im artroz tashxisi qo'yilgan. Bugun 9-kun. Bugun 9-kun. Hamzagul opa kelgan paytingizda nima shikoyatlar bordi, qanday o'zgarishlar bo'ldi 9 kun mobaynida? Kelgan payti ba'zi yurib kelgan edi, oyoqlarim juda qattiq og'riyotgan edi. Bu yerga kelganimdan keyin bularni davo choralarini ko'rishdi, juda ham yaxshi joy ekan, Xudoga ming qatla shukr. Hamma massaj, fizioterapiya, keyin massaj qiladigan kreslolar bor ekan, keyin kumush qo'lqoplari bor ekan, hammasi, keyin parafinlari bor ekan, hammasidan foydalandik. Hozir natija juda ham yaxshi. Oyoqlarim og'rimay qoldi. Nasib bo'lsa ertaga 10-kun shu bilan javob beramiz. Shu bilan Xudoga ming qatla shukr, ertaga chiqib ketamiz. Doktorlari juda ham yaxshi, muomalalari juda ham yaxshi doktorlarini. Bari bilimli, ilmli, juda ham yaxshi doktorlar ekan. Hammasidan bizlar xursand bo'ldik. Shularning muomalasi bizlarni hatto yaxshi qilib bordi. Hamma gap muomalada deysiz-da. Ha, mana Jonbek, mana Javon, hammasiga mingdan ming rahmat. Umridan baraka topsin. Juda yaxshi qaradi bizlarga. Ketgimiz kelmay qoldi bularning muomalalarini ko'rib.